Karimov, bolaligingizda Qorbobodan olgan eng yaxshi sovg'angiz qanday bo'lgan? Qorqiz bilan xursand qilgandan tashqari. Qorbobo aldagan. Qorqiz sizlarni yaxshi ko'radi deb aldagan. U ham ayol kishida, ham erkaklarga bir xil yolg'on to'qigan. O'zi shunaqa, soxtasiga ishonasiz. Originalni esa qadriga yetmaysiz. Ozgina o'ynatsa, boringizni berasiz. Lekin borni berganni mensimaysiz. Aslida biz erkaklar sodda bo'lamiz. O'shanda 4 tagina shokolad bersa aldangan ekanmiz. Aslida uni ham otamizni puliga olib berganini bilmagan ekanmiz. Qorqizni qordan yasashgan. Yasalgan narsa qanday baxt olib kelishi mumkin? Ha, yasalganlar vaqt o'tib oqib tushadi. O'zi endi tushundim, qalbingiz bekorga muzdek emas ekan. Qalbimizni qordek oppoq deylik. Keyin tashqi ko'rinishimizga emas, ichki ko'rinishimizga ahamiyat bersangiz, aldanmaysiz. O'shanda ham Qorboboning nevarasiman deb aldagan shekilli bu qiz. Aslida qariya boboga nechinchi bo'lgan bu yasalgan qiz. Chunki sizga qariya bo'lsa ham sovg'a beradigani kerak-ku axir. Ertaklar boshqa, hayot boshqa. Hayotni ertak deb tasavvur qilsangiz, hali qorqizlar sizni ko'p aldashadi. Bolalaringizga ham ayting, ularga ishonishmasin. Yangilingiz bilan. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? За тобой